Siz Rahmat, Xudoga shukr. Zo'rmisiz? shukr ko'tardingiz. Men sizni kutyapman, yig'lamang. Men sizni kutyapman. 10 minutdan beri, tamam? Tashladim. Anaqa odam to'laligiga tashlab ko'tara olmadim. Ya Alloh rozi bo'lsin. Lexus! Rahmat. Mana qizim. Mana meni jiyanim. Mana Menga video bilan chiqqan jiyanim bo'lmas-ku. shu. Shu qizimmi? Ulasizga. Qalaysiz, jiyanim? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Sardor aka. Ulasizga. Ismingiz kim? Ona qizim, ismingiz kim? Ha? Hayotxon. Hayotxon. Nimaga yig'laysiz, Hayotxon siz? Yig'lamang, Hayotxon. Nimaga yig'laysiz? Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Akalar. Maşallah. Rahmat. Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Opajon, siz qayerdansiz? Namangan shahri Kichitoshbuloqdan. Ha, vodiydansiz, vodiyliksiz, ha? Vodiyliksiz, ha? Allah razı olsun. Namangan shahri Kichitoshbuloqdan. Alloh rozi bo'lsin. Nima bo'lgan, opajon, siz tura olmaysizmi? Nima bo'lgan? Men to'g'risi unchalik chuqur anonim yo'q. Avariya bo'lganman, umurtqam singani hisobiga orqa miyaga ketib qolganda nerv qisilib qolgan. Umurtqam qovurg'ara sinib ketgan. Yurib ketishda iloji bormi? Iloji bor, yo Turkiya yo Hindistonga borishim kerak. Ko'plari bilan gaplashganman. Endi unga kusturiy bilan pul kerakda, sharoitim yo'q. Faqat uyda boquvchi o'zim edim. Hozir men ham yotib qoldim bir joyga. Bu jiyanchamizning videosini ko'rdim. Juda vaziyatimiz og'ir dedi. Uylar kimning nomida? Uyingiz bormi yo kvartira turasizmi? Yo'q, ota-onam uyda turaman, dadamlar uylarida turaman. Dadam uylari ham opa-odamlar nomida. Uyimiz nomimizda uy ham yo'q. Ha, ona uyda turasiz. Xo'jangiz qayerda? Avariya bo'lgandan keyin ketib qolgan. Yurmaydigan xotin kerak emasdi. Sizda shunday holat bo'lganingizdan keyin tashlab ketgan shu qizchalarni hammi? Xudo insof bersin. Xudo insof bersin. Alloh insof bersin. Sulton akam. Jannatim akam meni, jannatim akam. Akajonim, jon akam. Martabangiz ulug' bo'lsin akam. Berayotgan zakotlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Sultonim meni. Maşallah. Elhamdülillah. Spasiba. Rahmat meni sulton akam. Hozir boquvchingiz yo'q. Bu jiyanlarimizni kim boqyapti? O'zibetog'im, rahmat. Singlim bordi, uni yurmasimdan oldin turmushga berdim o'zim ishlab. Turmushga berdik, ikkita singil hozir. 2000-yil singlim bor, bitta shu qilyapti-da hozir, boshqa hech kim yo'q. Dadamlar borlaydi, ota-onam ajrashgan. Dadam bilan birgamiz biz. Dadamlar borlaydi. Dadamda ham ana ko'p yursalar xarsillab qoladilar, yurolmaydilar. Samarkand! Maşallah! Senim jiyan, voy qizim yig'lamang. Yig'loq ekansiz, siz yig'lar ekansiz, qizim. Xursand bo'lmaysiz. Yig'lamang. Twins akam, spasiba. Yig'lamang. Ona qizim, yig'lamang. Xudo shifo bersin. Avvalambor Allohdan so'ragan inson ekansizlar. Shuncha minglab insonning ichidan qarang. Rizqingiz ekan chiqdingiz. Rizqingiz ekan chiqdingiz. Do'stlar, haqiqiy haqdormi bu inson? Ha xalqim, haqiqiy haqdormi bu inson? Katta raqamingizni ayting. Katta raqamingizni ayting. Inshaalloh mana men sizga beradigan o'zimni oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Apelsino spasiba. Majlin. Maşallah. Elhamdülillah.
Ey. Ya rahmat. Yuri Gagarin. Firuz opam. Ya Allah razı olsun. Opacan ayting. 42-31 42-31 20-00 20-00 94-55 Amirchik, krasavchik, 511 Ro'zalar bilan akam. Ya Allah. Nimalar qilyapsizlar akam? Mashallah. Voy meni ehsonsevar xalqim. Voy meni davlatim bundan buyuk bo'lsin akalarim, voy akalarim. Prostoy! Ya Allah! Alhamdulillah. Voy 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 Amir! Shuruj akam, Amir akam, Sulton akam, hamma akalarim, 111 pustoy bratan, Shelby, spasiba. Nunun! Mashallah! İshoninglar, ko'zdan yosh, faqat bu xursandchilikda yoshda bu. Yigit yig'lamaydi deysizlar-ku, yigit ham yig'lar ekan-da aka. Yigit ham yig'lar ekan-da aka. Ben ve bratan, Allah razı olsun, Shelby! Maşallah. Barchalaringdan Allah razı olsun. Ya Allah. Ya Rabbim. Alhamdulillah, spasiba большой. Hammalaringga rahmat. Hammalaringga rahmat. Hech kimni boshiga bunday kunlar solmasin. Hech kimni boshiga bunday kunlar solmasin. Ey Alloh. O'zing buyuksan Allohim, o'zing buyuksan Allohim. Akalar, rahmat. Men ham zakotim bor edi, akalar. Sizlar qatori men ham ozgina bo'lsa ham zakotimni men ham beray. Men ham ozgina bo'lsa ham zakotimni beray. Shu opamga, shu qizchamga ozgina bo'lsa ham yordam beray. Meni ham zakotim bor edi, akalar. 42-31 20:00 davomi. 91-55 91-55 33-53 Hamkor bank. Bilek, qarang, qaytaraman. 42-31 20:00 91-55 davomi. 33-53 33-53 kim chiqadi? Hamkor bank. Viza Toshpo'latova va Yulduzxon chiqadi. Toshpo'lat va Yulduzxon. Opajon, ozroqgina bo'lsa ham akalarim qatorida, xalqim qatorida sizga atagan bir zakotim bor. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz, opa. Alloh rozi bo'lsin. Hozir tushadi. Ya mashalloh. Akalarim meni. Yig'lamang. O'lay sizga yig'lamang. O'lay sizga yig'lamang. Ana shu qizcha uchun sizni ko'tardim.
qizingiz uchun ko'tardim. Qizingizni ko'zidan yosh hech qachon to'kilmasin. Men bu qizchani videosini ko'rdim-ku, ko'zidan oqqan yoshni ko'rib yig'ladim. Rostdan shu qizimni ko'zidan oqqan yoshini ko'rib yig'ladim. Opajon yig'lamang, ha? Iltimos. Yig'lamang, xursand bo'ling. Duo qiling bu insonlarni qarang. Bu insonlar siz bilan meni akam emas. Bu insonlar siz bilan meni tug'ishgan akam, ukam, opam emas. Lekin qarang qanday bu darajada yordam ko'rsatishyapti, bilasizmi? Bu insonlar haqiqiy musulmon, haqiqiy bu insonlar jannatiy insonlar, opam. Rahmat, boringga shukr. Yetkazganiga shukr. King 222 bratan! Yo Amir! Ya Rabbim. Black! Спасибо! Maşallah! Allah razı olsun. Yüreksizler akam, yüregimsizler, Jon akam, yüregimsizler. Rahmat. Bergan ehsonlaringizni ajrini Xudoyimdan olinglar. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Shu opamga, shu jiyanimga kimki o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa, qaysi tomonlama oddiy duo qilgan insonlarni ham ro'za Ramazon kunida duolarigacha Alloh Xudoyim qabul qilsin. Shu jiyanchamni inshaalloh ko'zida hech qachon yosh tushmasin. Shu qizim onasi baxtiga, shu qizimni baxtiga sog' salomat bo'lib ketsin. Ya maşallah. Sabratan. Kavoyaka. Allah. Ya Rabbim, yetkazganiga Alhamdulillah. Spasiba. Большое спасибо. Rahmat. Opajon, xursandmisiz? xursandman aka, rahmat, boringga shukr. Bergan zakotlarimizni oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Kami kuchingizga, xarajatingizga ishlatasiz. Nasib bo'lsa, inshaalloh oyoqqa turib ketsangiz, mana shu qizimni yig'latmang. Mana shu qizim katta bo'lguncha ko'zidan yosh tushmasligiga siz bizni oldimizga javob bering. Yig'lamasin shu jiyanim. Tushundingizmi? Agar mana shu qiz yig'lasa, siz xafa qilasiz. Yig'lamasin shu jiyanim. Bitta duo bering. Rahmat, boringga shukr. Bitta duo bering. Avvalambor sizga rahmat aka. Yo, menga xalqimga duo qiling. Otangizdan uzoqda yuribsiz. Allohim o'zi qo'llasin. Ehson qilganlardan, yerga kelib padilsa qilib, repost qilib, duo qilib turganlardan Allohim hammasidan rozi bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizga Allohim kafil bo'lsin. Barcha bemorlarga Allohim shifo bersin. Hech-ham bo'lmaydi. Allohim meni ham farzandlarimni ehson qiluvchilardan qilsin. Aytganingiz kelsin. Ya Rabbim, ya Rabbim, yetkazganiga shukr. Opa yig'lamaysizmi endi? Kelishdikmi, yig'lamaysizmi? Rahmat. Sotkimi? Mana shu akalarimiz qatorida kartezga o'zimda ham ozgina hissamni qo'shib qo'ydim. Joningiz omon bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Jiyanim, xursandmisiz? Xursandman, xursandman. Meni ismim Sardor. Nikim Sardor Sulton King 511. Unutmang, ha? Unutmang. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p. Bo'pti. Rahmat. Ya Allah. Birovni kistasini hisoblamaylar, tembonli bir qiynalgan inson o'zi buncha odam oldiga chiqishga birinchidan katta bir yurak kerak. Haqiqiy qiynalganlarni topayapman, ko'rib turibsizlar. Kartasiga qancha kim pul tashlagan bo'lsa ham ajrini Allohdan olsin. Mana men ham sizlar qatorida qo'limdan kelgancha beryapman. Qo'limdan kelgancha. Men ham musofirman aka.
vatanimdan olisdaman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Allohning bergan sinovida yuribman. Qaysidir gunohim uchun chetda yuribman. Men ham musofirman. Shunga qaramasdan bugun zakot bermoqchi edim. Sizlarga qo'shilib mana beryapman. Kimki zakot berayotgan bo'lsa, shu bugun mana shu efirimizda Allohimning dargohiga qabul bo'lsin. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Keyingi odam, qani keyingi ishtirokchi. Bitta ko'raylik. Amir akam, Birgitim, sultonim, 111larim, Twins, Prostoy, Parin, Zuhra, Yuri Gagarin, Feruz opam, Butun, Babi, Xadicha, Asushiq, opam, Bilek. Akalar, sizlarni ismlaring buyuk, o'zlaring undan-da buyuk. Opalar, sizlar saxovatpesh opalarsizlar, rizqlaringdan, bolalaringdan orttirib, shu manchada qiynalgan insonlarga beryapsizlar. Sizlarga Xudoyimni o'zi bersin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Davom etamiz. Qani, suluchayni bir insonni ko'taraman.